Chiq tezsiz Hasan, ketdik. Ha, tishlaymi? Kim orqasidan quvyapmiz? ...682 Jetour avtomobili, mashinani chetga oling. Husan, sekinroq hayda, kim orqasidan quvyapmiz o'zi? Qora rangli Jetour avtomobili, chetga oling mashinani, buyruqqa bo'ysuning. To'xtang deyapman, Jetour avtomobili. Opa, endi nima qilamiz? Pravam yo'q-ku. Men senga aytgandim, pravasiz mashinaga o'tirmagin deb. Imkonni o'tolmayapman-ku, nima qilamiz? Qo'sti qazo bor. Bo'pti, vaqtni qilma, chetroqga olgin. Husan aka, Tanismi ularni? sen mashinadan tushmay tur, men o'zim hal qilaman. Bu nima qilganingiz? Nima qilibman? Men sizni bunaqa qiz deb o'ylamagan. Nima deganingiz? Qanaqa qiz ekanman? Yaxshi ko'rganingiz bor ekan-ku. Yaxshi ko'rganim? Qani? Ana, rulda o'tiribdi. Birinchidan, u meni radnoy ukam bo'ladi. Ikkinchidan, meni shaxsiy hayotimga umuman aralashmang. Xafa bo'lma Husan. Qizlar o'zi shunaqa bevafo bo'ladi. U bo'lmasa boshqasi. Ko'rdingmi? Boy bolani boshini aylantirib olgan. Hammasi tugadi. U bola ukasi ekan. Ha? Ha.